20 yosh qiz 58 yoshli otasini sevib qolibdi. Tag'in menga yozyapti. Men otamni sevib qoldim. Men otamga turmushga chiqdim. Qanaqa kimsanga nikoh o'qitdi. Qaysi domla shu nikohni o'qishga qaror qildi kim? Yo, xo'p, otani sevish kerak. Ota bo'lib sevish kerak. Bu bo'lajak mani erim, men undan tashqari boshqa hech kimni topa olmayman, meni idealimdagi er yo'q deyish deb otasiga o'zini berib yuborish. Qaq. Endi men yozyaptimman, u qizga mana shu gapni yozgandan keyin men mana shunday narsa yozib yubordim. Men aytdim, "Srochno psixiatrga uchragin" dedim. Psixiatr senga keraksan qiz. Bir xil otalar hamchi, men hayron qolaman, bir xil otalarga ham "Menim shu anaqamni qondiray" deydi-da, bir xil otalar. Aqli ketib, qizini boshqa ayolni ko'rishni boshlaydi. Shu deydi, "Men otamga turmushga chiqdim, meni bolalarim sog'lom tug'iladimi?" deydi. Gapni qarang. Sog'lom tug'ilish naryoqda tursin dedimmi? Shunaqa anomalni tug'iladi dedimmi? Sani otang dedim, sani otang, sen uni urug'isan dedimmi? Otangdan berilgan bola dedim, sani bachadoningda. Shunaqa darajada anomalni bo'lib tug'iladi dedimmi? Не только это полиорганный, не tushunchilik ketadi. Qo'l, oyoq, bosh, ikki boshli bolalar ham tug'ilganlar bo'lgan. Yo u qiz, yo psixически отклонённый u qiz, yo u qizni shunaqa darajada otasi o'ziga qamrab olgan, yo erta nasiylik ketyapti.